Dilbar Usmonova. Bu ismni eshitganda beixtiyor ko'z oldingizga kelar kuchli bir ayol. Shu kuchli ayol ham bir paytlari bundayin kunlarni qilmagan xayol. Bu kunlar ortida mehnat, mashaqqat, qanchadan qancha uyqusiz tunlar. Ana o'sha qorong'u tunlar ortidan yetib keldi bugungi nurafshon kunlar. Hech omad kelmagay osonlik bilan yursang yiqitguvchi topilar ekan. Qo'lingdan ketganda ul omad qushing, hatto do'stlaring ham sotilar ekan. Oson bo'lmadi. Aslo bo'lmadi oson. Kimlardir kuldilar, kim dedi nodon. Aynan o'sha kulgan insonlar sabab men kuchli bo'ldim, yuribman shodon. Goh ko'zimdan oqdi alamli yoshlar. Dedim, mevali daraxtga otilar toshlar. Ammo men sinmadim, qaddim tik tutib har qanday sinovga berdim bardoshlar. Alloh suyganiga beradi sinov, ketidan berarkan go'zal baxtini. Sabrim evaziga mana kun kelib ato etdi menga toju taxtini. Dilbar Usmonova bugun uzatib sizga qo'lini deydi, ishoning Allohga oson. Taslim bo'lmang, bo'lmang umidsiz, axir biz barimiz oddiy bir inson. Men sizga aytaman takror va takror, zulmat ortida albat yorug'lik ham bor. Ustoz deya tutdingiz mening qo'limni, sizlarga ham bersin mening yo'limni.